pasaji mahma qashqinni haqorat qilmayapman. Shuni aytamsan ya. Bu davrda shunchalik bir asarni yaratishgan cho'ng gap. Ammo bizning pulinimiz bo'pqas bo'lmaydi demakchi. Undaq narsadan nurg'uni chiqsa bo'ladi demakchi. Hech kim uni cheklab etmadi. Ammo biz tarixdan buyon o'zimizga 1 mil orliqni 4 minutda yugurish kerak degan chekni qo'yib olganligimiz uchun nurg'un asli pasaji bo'ldigan odamlar bo'g'in bo'lib ketdi. Tushunamsizlar ya? Endi men sizlarga nima deyman? Endi men sizlarga ruh ilmidan 3 narsani o'tib qo'yman. Ruh ilmi deyman, ruhning ilmi bor. Bu ilm qonuniyat bo'yicha ish qilmasanlar, dunyoning qonuniyati bormi? Hayotning qonun. Mush qonuniyatga xiloflik qildingmi? Bo'ldi. Ya biyaram bo'lsizlar, ya chekilmisizlar, ya ko'msa bir umr azob yashaysizlar. Faqat ba'zi hayajonlansa, bu hayajonni sizlar xushallik deb olsizlar. Amniyat u xushallik emas. O faqat hayajon. Nimsoki ruhning qonuniyati bor. Ruh masalan meni, mayak qilmoq desa, mening kallam mayak to'g'ri deganli bo'lsam, shu kundan tortib ruhda nima bo'ldi ekan? Parakendichilik yuz berdi. Nima yuz berdi ekan? Parakend. Shuna ruhning qonuniyatini, ruhning ma'nosini bilib olsak, biz nima ish qilsak, mush bo'yicha mansaqli bo'ladi. Tushunamsizlar ya? Hamda nihilizm yashash va hedonizm yashash, xil yashash yo'li deb biraman. 4 xil yashash yo'li bor. Birinchi hedonizm. Hedonizm degan nima desa, ko'pincha vaqtda hozirga bog'lanib qolgan. Ya'ni rohat izlash tipidagi odamlarni biz qanday odamlar deymiz? Hedonizmchi. Bular ba'zi yoshlarda basildi. Bu rohat izlash degan nima esa, rohat uchun kurash qilish emas. Men rohat uchun kurash qilyapman. Tushunamsizlar? Men kelgusida 8 soat ishlashdan xohlamay, hozir 16 soat ishlayapman. 8 soat ishlashdan xohlamaganligim uchun hozir qancha soat ishlayapman? 16. Ammo hedonizmchilar bo'lsa, bular azobdan, qiyinchilikdan qochib, o'zini oz birdan bo'lsa-mu kelgusining ashu boshqa qiyinchiligidan unutib ketish uchun o'zini ma'lum narsa xumo qiladi. Tushunamizmi? Hamma narsa keyf bo'ldi odam. Ya kompyuter keyf bo'ldi, ya flash keyf bo'ldi, ya bo'lmasa zahar xumovlab qoladiganlar, yana ba'zida muhabbet ishqil bir narsa xumovlash orqali, hozir orqali rohat izlashni bizning deyimiz hedonizm yashash. Bunu men yaqinda e'lon qilgan kitobda tafsili. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi xil yashash yo'li bor. Bu xil yashash yo'li kelgusiga bog'lanib qolganlar bular. Bular rat racerlar. Rat racer degan nima desa, musof chashqalarda yashash. Buni qanday qilsa, anda qilsam qo'sh bo'laman, unda qilsam qo'sh bo'laman, unda qilsam qo'sh bo'laman. Men mush o'lmandan ham qo'sh bo'laman. Uni oladi yana qo'sh bo'lmaydi. Endi men manda qilsam qo'sh bo'laman. Bular vammejuyi deymiz. Bularmi tirishidi, bir nuqta boridi, ammo bir umr qanday olamaydi, xushallanmaydi. Üçüncüsü nihilizm yashash. Bu yaman dahshat narsa. Orang'ida 30% olan nihilizm yashash. Nihilizm yashash degan nima desa, o'tmishga bog'lanib qolganlar bular. Hedonizm hozirga bog'lanib qolgan. Hozirlar yuriydi. Kelgusida uning hozir qilayotgan ishi ziyon yetkazim kori yo'q. Hozirlar yuriydi. Kelgusida zin tatili. Aql rat racerlar bo'lsa, kelgusiga bog'lanib qolgan, hozirlar kori yo'q, rohat suramaydi. Maqul nihilizm bo'lsa, o'tmishda yashab qoldi. Bu o'tmish yashash degan nima desa, o'tmishda ma'lum bir silni isindan chiqmag'idek bir azobliq voqealar bo'lgan bo'lsa, yoki odilsiz uchragan bo'lsangiz, yoki xo'rlangan bo'lsanglar, tushunamsizlar? Buni sizlar o'sha petib kelib, uningdan chiqolmay, bir umr endi men yo'riqliqqa yoki bo'lmasa baxt topolmayman deb o'ylab qilishni qanday yashash ekanmiz nihilizm. Martin Seligmanning bir tajribasi bor deb birmanjima, balki mush tajriba tufayli nurni saqib kelsangiz emas. Muhim, tajriba muhim. Martin Seligman bundoq bir tajriba qildi. 3 tal qapazni keldi. Bu 3 qapazni alaylik nimasi? Birinchi qapaz itiglik, ammo buning ichida kunupkalar va kunupkaning ma'lum bir besib ketib qolsa, ishga chilib ketadi. Tushunamizmi? Ikkinchi qapazda hech qanday kunupka yo'q, yem har qancha qizim qachanmaydi. Uchinchi qapaz bo'lsa, ishga bevosita echiqliq, kunupka yo'q, echiqliqlar. Bu uchiga 3 tal ishni solib etdi. Birinchi ishga Martin Seligman kaltk bilan tok so'qqizdi. Bu ishni shunday qilib, hali kunupkaga pitib ketib qoldi, qechib ketdi. Ikkinchiga tok so'qdi. U yoqman paq, bu yoqman paq, oyim hech qanday qilib qachanmadi. Chunki ish yo'qda. So'ng oxir qochmay turib oldi. Uchinchiga shunday tokni olib bormay qechib ketdi. Bir hafta sinagandan keyin bularni yana o'xshamgan 3 qapasga keldi. Bu qatim qapas qandaysa, hech qaysi ishki yo'q. Tushunalmi? Qachalayd. 3 xil. Ammo g'alit tushibadi. Birinchi ishqa 90-yilda qechib ketdi. Ikkinchisi 90-yilda o'tirib oldi.
uçuq munda uçuqlam. Ko'rib turdi ash, sen olaman. Sanjiva sen jim turib oldi. Hech ketmadi. Nurg'unlar o'tmishdiki, ba'zi to'qlardan qochamaganliklarinlar uchun bir umr nim deb o'ylaysizlar desa, bir umr uçuq tuysimi, yurug'liq tuysimi, shunda baxt tuysimi, boylik tuysimi, bundan nim qilolmay ekansan, chiqolmaysizlar. Shunga ba'zi qizlar o'ylaydi. O'lsanmi dadamdek odam bilan to'y qilmayman deydi. Ammo oxirida to'y qiladimen, naqli kimga o'xshaydi desa, dad. Dadizlamda naq mushmi? Chunki nurg'un odam kichik vaqtida bu xil xo'rliq tufayli cho'ng vaqtidami ikki xil bo'ldi. Ya boshqani xo'rlaydi, yoki yana o'zini xo'rlaydigan odam nima qildi ekan, davomlashtiraverdi. Shunga Martin Seligmanning bu tajribasi pozitiv psixologiyada g'oyat zo'r muhim rol o'ynagan tajriba. Martin Seligman. Tushundingizmi ya? Endi ruhning qonuniyatida, ilmida, ruh ilmida bir narsa bor. Nimaga diqqat qilsang shu cho'ng'iydi. Nimaga diqqat qilsang, nima? Shu cho'ng'iydi. Undan men sizdan bir kichik misol eshitdim, ha. Osh qaramay turibsizlar, qaranglar deganda qaraysizlar. Aql 5 sekund vaqt bermanjima. Aqllarga qaraysizlar, shu shaqqa bir ishq bor. Ishqning oldida oldilamjima maqirgacha qancha balavorligini sanab birsizlar. 5 sekund vaqt bermay boshlanglar deganda, jima 5 boshlanglar. 5 sekund. Sen qarimsan bo'ldi, sizlar qar. Ishqning oldiga bolalar. Bo'ldi, qaralmay qaranglar. Qaysi ekan? Bo'ldi. Endi men savolimni o'zgartiraman. Ishqning tupida bir xet bor. Endi qaradi-da men nurg'unlarga. Nurg'unlar nima xet bor? Emniyatda sizlar xetni ko'rmay turib, balni tanishingiz mumkin emas. Ammo mening so'ragan savolim nima esa, qancha balni ko'rishlarni qarab qolsa, xet ko'zingizga ko'rinmaydi. Shu tamsizlar. Nemishqa siz uni diqqat qilmaysizlar. Hayotingizda nimaga diqqat qilsanglar, shu nima qildi ekan? Cho'ng'iydi. Ruh bek muhim narsa. Unda olsa, siz nimaga qaqsanglar, shuni nima qilmoqda ekansizlar? Cho'ng'iydi. Ma bek muhim narsa. Har qanday ish yuz berishdan burun qat'iy nazar qaqshash bo'lmaydi. Nimishqa? Qaqshigan narsa nima qilmoqda ekan? Uyg'urlarning eng cho'ng keseli emas, qaqshash. Hozir men muoftin orilib kelsam, hukumatdan qaqshaygan ish bor. Herkes qaqshmanglar, tushuningizmi? Qaqshidinglar, qaqshash tegishli bir narsa nima qilmoqda ekan? Bu ruh ilmida bek muhim narsa. Odamlar bichor bo'lib chiqamroq. Dad aytib, "Menda olmasman, menda" degan ham birisi, "Shunda bo'ldimi? Men hayron qo'yib, bu nima bichor bo'lib chiqamroq?" Bu qaqshash, bichorlar shu narsa nima qilmoqda ekan? Cho'ng'aydi. Bir bola bor ekan, bu qurilish ishlaydi ekan. Bu qurilish ishlaydiganlar etdeganda nasht qilib, tushlik tamoqni o'zida ilib oldi ekan bular. Bu bolam shunday ilib oldi ekanda, bu har kun tushlik tamoq nima yeydi ekan? Mifa yeydi ekan. Qaqshab qo'ydi ekanmi? Mifan yemda. Mifan, kunda mifan deydi-ki, keyin mifa ekan. Mifan yem, yon mifa. Yon bir kun nima qaqshab mifa ekan. Hukumatning xizmatda ish qarab, adash saranglab qolmasa. Sen bu kunda qaqshab mifa yeydi ekansa, unda qanday ayoling demamsa, bir kuni mifa aytibsan, bir kun polo aytsan, bir kun cho'chirlarni almashtirib ysan, bo'ldi-ku. Dis bu bola ayoling qaysi ayol? Ben to'qimidi? Mifan ujametki. Shu zamanı mifa nurg'un odam qaqshash uchun, qaqshaygash nima qildi ekan? Keltirib chiqardi. Biz psixologiyani nemish qilganimiz desa, nurg'un hodislar sizning uyangligining sirtida bo'ldi. Nurg'un odam muhit avval yuz berdi, ondan kayfiyat deydi. Tushunalmi? Ya, avval kayfiyat, ondan muhit lozim bo'ldi. Ma ruhdagi bir mundaq ta'tir. Shu William James deydi-ku. Kulgandan keyin xushal bo'ladi, xushal bo'lgandan keyin kulamdi. Tushunalmi? Nurg'un odam xushal bo'lgandan keyin kuldi desa, William James unda cho'qim kulsimi xushal bo'ladi dedi. Rost deganda kelib meni shopping simni ko'rgan bo'lsanglar, qalamchi degan bor. Nima qilsa kulgandan keyin
man nervlar oldinib qoladi ekan. Daqadikin, bu kulga olaydi-ku. Hormonni chiqaraydi deblam, dopamin ko'taradi ekan, tushunamizmi? Endorfinni. Bu ajoyib g'alati ishlar bor. Shuna hargiz sizlar, mushlarim yaxshi bo'lib kes, xo'sh bo'ldim demanglar. Agar xushallikni barpo qilsanglar, darhol nima qildi ekan? Yuz beradi. Nurg'un odamning men baxtsiz degani o'zini tasvirlamaydi-da, kelgusini yoritib chiqadi. Men baxtsiz dedingmi? Bo'ldi. Ruh har qanday narsaga bo'ysunadi, tushunamizmi? Baxtsiz. Men baxtsiz desam, chuqur baxtsiz bo'laman. Men nima desam, shu. You say whatever you say. Tushunamizmi? What you think you are. Sen nima o'ylasanglar, siz o'zingizni shu odam o'ylaysiz. Shu mayadiki o'zni nima deb o'ylash bekmayman. Shu qoqshaganda chu desa, bu xil narsalarni qilmoqqa cho'ng yapmoqda, cho'ngaygansiri qoqshash to'g'ri bo'ladi, to'g'ri bo'lgansiri qoqshaydi. Men bir umr shunday yuriydi. Bu xil odamlar mush dunyodami amaliyotda ruhda jannatni paydo qilganligini bilmay, tushunolmayman. Bir umr qoqshab oyat jannatga intiladi. Bu dunyo jannat yaratmagan odamning u yerga kirib ketishi natay. Haqqay qilib. Buning aksi nima? Endi o'tib qo'ying. Buning taqobuti minnatdorlikchimi? Minnatdorlikni men sizlarga o'rgatman. Ma axloq minnatdor bo'lishing kerak demayman, foydali ma'lum. Nimki ma'lum? Foydali. Tushundirmayman sizlarga. Minnat men shu Beijing kelishdan burun 4 kun burun bir sinoq qildim. Siliyo xaltidan bir necha yil anandak siliyo xaltim. 5 yilga kelgizdim. Men odatda muddoq qilsayat suvning ichida tura olayman. Men memda siliyo xaltib sinab, o'zimda ayni qarab qanday chiroy ifodan bo'ladi, kuztimanda siliyoni ekkilib bo'g'dim. Aqamchidan birini chekkizdim bir balaga dedim. Qancha qizilib ketsam elib etmayman. deb qo'yapti men. Pushaymon qildim deyim. Siliyo bilan bana o'xshamaydi ekan. Bunda tursa jiqtir olganda siliyo o'xshamaydi ekan. Mo yerim o'tmaylim shunda. Har bu chiroyli ko'pi böyle siliyoga. Abi munda qilsam jim turadi soatlar. Mo'shunda var, mo'shunda. Amma yaman qo'rqdim, resmiy qo'rqdim. Ajab chiroyliligim ko'kirim. Oxiri meni chiroyimni qo'g'ab ketdi, men yolvorishim emas. Munda qilib yutib etdim men shuni. O'qtab bir nafas oldim, o'ylab qoldim men. Tova. Mush hava, oksigen deganmi? Ajoyib muhim narsa. Biz kunda oksigen nafas olg'achqa bize Xudoning bizga oksigen ta'minlash qarzi bor deb kanalama. Anchalik minnatdor bo'lmabdi maningda. Shundaymi ham? Odam qarzi bor. Yaratgan degan birisiz-ku oksigen degan. Amaliyotda tuniqdimi minnatdor bo'ldi keldi. Şunun yağın nefes aldığım bunu aldım. Nefes. Bizning minnettar bulduğun yerimiz bekçek. Şunu alama. Endi qaranglar. Ruhning ilmi qaranglar. Nimaga diqqat qilsang shu uchun o'ydiq emasmi? Minnettar bo'lish bu axloq fazilat masalasi emas, mas'ul hal qilish masalasi. Minnettarlik orqali taqdirni hal qilamiz. Tushunayapsizlar? Qoqshash orqali taqdir buzilsa, minnatdorlik orqali biz nima qildik ekanmiz? Taqdirni o'ngshaymiz. Men nafas olishdan minnatdor bo'lgan kundan tortib, buningdimi teximijiq minnatdor bo'lgan narsa nima qilib chiqdi ekan? Yorilib chiqdi. Nurg'un yaxshi narsalar bor. Bekjiq yaxshi narsalar bor bizda. Yaxshi narsa bekjiq bo'lib ketgachkilar, ham biz kunib ketgachga odamning habituation degan bir hodisa bor. Bir qatam hayron qolamiz, ikkinchi qatam hayron qolamiz, ammo uchinchi qatam u bizning muhitimizga aylanib ketganligi uchun tushunamsizlar? Anasını hayron qolmayga ahvol bo'ldi, uningdan bir xil minnatdorlik tuyg'usi tabiiy qildi ekan, tugaydi. Shu Emerson nim dedi desa, "Hey, yulduzlar, agar kunda chaqnamay 100 yilda bir chaqnaydigan bo'lib qolsaydi, o chaqda kishilar yulduzga ajoyib bir qaraydi" dedi Emerson. Men arayallar to'g'risida bir chiq so'zlayman. Nurg'un odamlarda mayli qiz o'g'il muhabbatlashsin yoki to'y qilsin,
bir-birisidan bezor bo'lish, zerikadigan bir davr bor. Tushunolmi ya? To'y qilib 6 oydan keyin eng mushu ayoli yo'ldishiga yamasab ko'rinadigan bir davr bor. Men tushunmayman. Buni nurg'uli psixik bilmagachga, yaxshi ko'rmaydi ekanmi-da, buni deb o'ylab qoldi ekan. Chunki bizning anaqa baxtni tepish deb olamiz-ku biz. Bizning baxtli bo'lish bo'lmasimiz, to'g'ri odamni tepish topmas bilan munosabatlik deb o'ylab olamiz biz amaliyotda. Endi bunday olmaydi. Bu baxt degan to'g'ri odam tepish topmas bilan munosabati yo'q. To'g'ri qilgan odamni to'g'ri odamga qilib tarbiyalab chiqishdan munosabat bor asli. Ham ozroq ish o'z nima deb o'ylaykansa, xato to'y qilib olibman. Shunga har qanday 6 oydan keyin ayoldan shunda bezor bo'lib ketgan davr bor. Tushunamsizlar ya? Bu Veyshanchining birinchisi. 6 Veyshanchi bor. Nemish bezor bo'lib ketdi desa, chunki endi uchrashgan vaqtda yenglik tuyg'usi bo'lg'achqa odamda intilish bo'ladi. Bir ko'rib olsam bo'ldi. Qachon bir tanasa, muhabbatimni bir ovozini anglab olsam bo'ldi deb ketdi. 5 yil degan kunda kechdi ban debdi. Endi to'y qilib bo'lgandan keyin hech qanday dadanglar bunday demaydi. Opangni bir ko'rib olsam. Bunda bo'lmaydi. Nima ish qilasiz qarang, ha? Ushlashaveramdi. Ko'rishaveramdi, anglaveramdi, gapni tugaydi. Dastlabda gap tugmaydi. Ajoyib gaplar olib ketadi. Ba'zi o'g'an bolalik xalqaro masalalarni deb ketadi. Qiz bola buni shunda anglag'isi kelmasa mablab bo'pti deb anglaydi. Chunki o'g'allar endi ta'sir qildirishga murojaat qiz bolalar. Cho'g'landa cho'ng gapni hozir xalqaro vaziyat. Amaliyotda qiz bolamdagi bu xushi yo'q amaliyotda. Ammo o'limi hamda chandumay deb shunda qilib tirishib anglaydi. Shu nurg'unlar bunday yo'q ishlar, shu bunday vaqtlar yeniklik qilib, men buni yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman demanglar. Amaliyot har qanday odam yo't kelgan vaqtda 6 oydan keyin bu hodisa nima bo'ldi ekan? Yuz berdi. To'y qilgan taqim shunday. Nimishqa? Öyküzüm tuğan. Değişik gözüm tuğan. Değişik gözüm. Kitap gözüm tuğan. Damak yüzüm tuğan. Kuzum tuğan. Şu an zirik. Bu ne nurgul? Bu ne mi ayada? Yaxşı görmeyken depla almıştı. Ya. Muşu psixik ilmini bilmegenlik. Minnettarlık tugib ketib qolgan gap. Ayolga, bola, onaga, dada, onaga, hatto ota-ona bolaga minnettar bo'lsa, bolaning minnettar bo'lg'ayri jiqiydi. Ammo biz ota-onalarimiz bo'lsa, qoqshaydi-yu, qoqshab qo'ydi. Shuna ular nima qildi desa, ona qoqshgan taraf nima qilmadi ekan? Mening dadam burun esimni bilsam, haftada oran 2 qatim aroq ichdi. Aytamlar. Opam hamda yaxshi niyati bor. Bizning yo'ldishini, ya'ni mening dadamni 2 qatim bo'lsa aroq ichmisan deb mush qoqshab, keyin dadamni haftada 6 qatim aroq ichgan. 5 kun ichmaydigan yerda minnattar bo'lib bergan bo'lsa, tushunolmayman. Men 2 kun yeyitdi, 5 kun tushunolmayman. Ammo opam bir narsa xato qildi. Nimasi? Bu 2 kunni ko'rib elib, qoqshabirib bu 2 kun eng oxir qancha qiladi? 6. Bir kun hamda uxlab qoladi. Bundagi. Shu sizlar atrof minnattar bo'lishdi. Biz singdiryapmiz hamda yana tirishyapmiz. Nurg'un odam cho'sa, odamning yaxshiligini ko'rmaydi. Yamaydi. Bunda qilmadi. Hamma odamning yaxshiligi bor. Shuni tamsaya. Shu hukumatdan mamlakat minnattar bo'lish kerak. Bu bek muhim narsa. Qaqshidimi? Qaqshqa nima qilmadi ekan? Shuni yap. Minnattar bo'ldingmi? Minnattar o'g'ay nima qilmadi ekan? Bu bek muhim narsa. Bizda mush narsa ezib ketib boramiz. Yatoqda ishinglarningmi yaxshiligini ko'rib turanglar. Qancha biz nemishqa? Bizda bunda bir masala bor. Men Shanxayga bir berib qoldim bu yerda. Dengiz mahsulotlarini sotadigan yana cho'glab qoldim. Bu dengiz mahsulotlarining ichida ajoyib sat nima bo'ldi ekan? Vali ko'zi bir yerda ajoyib nima bor. Men ko'rib yo, demdan mandim, men qish paqini o'ynab kelib qoldim.
qisqichpaqini bular da bir chilek sep qo'ydi ekan, to'chilekka. Bu qisqichpaqini bu chilekning ichiga 20 ton sep qo'ygan, 20 30 ni. To qarasam, amaliyotda bu chilekka bir tot qisqichpaqni sep qo'ysa chiqalaydi ekan meni. To'chilekdan. Ammo 20 ni sep qo'ysa chiqmaydi ekan. Nima ish qilsa, bir shundoq qilib chiqma deydi ekan. Uni oqidan bir to'ssin ishlab, u chiqma deydi ekan. Uni ko'rib bir qassi ishlab, u chiqma deydi. Mo'shunda qilib bular. Yapmaydi ekan, mana qavat. Turaverdi ekan. Birisini qechib ketolmaydi ekan. Dal nimasi nurg'un odamlarda o'zing yuqori odamlardan qo'rqib, tahdid deb o'ylab olib inson. Shuni aytamsizlar. Uni amal va xunuklashtirish, uning nachar gapini qilish, bu asli mandat deb uning haybatini nim qilmoqchi bo'lsa, kishilarni nim qilmoqchi ekan sundurmoqchi. Ondan kishilarni ish qildisa, amal va o'zini ojiz to'pqa urush orqali o'zining xarakterini sal kuchli ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shuni aytamsizlar. O'tgan bir lift chiqib kelib, lift chiqsam mendan paka 3 odam chiqib qoldi ekan bu liftga. Men bu yamning ham unda igizlikini esimi qilib boqmabdi ekanman. Onda ya turib qolsanglar, yana qo'shilib ketganlar. Qarsima odam gidigan. Shuni olam men birinchi qavat shu odam. 24-qavatda, shunlar bular 13-qavat ekan. 13-qavat besib chiqib qolsa, men mashinadan chiqib qoldim emasman. Uzurroq meni bilan yashirlandi. Bilatamizmi? Birinchi qavat shu odam bo'lmasmen. Oshini ishxonasiga sulab qo'yib, qaytadan saqlan. Nima bo'lsa, odam bilib bilmay ojiz to'pni izlash orqali o'zini taraqqiy qildirish orqali emas, ojiz to'pni izlab o'zining farqini chiqarish orqali o'zini nima qildigan bo'lib oldi ekan. Bu taraqqiyotga qilchinimiz yo'q ekan. Biz o'zimizning ustunlarni hasad qilamiz. Albatta, hasad degan bu muhim narsa. Ammo havassimon hasad qilamiz. Hasadsimon havas emas, tushunolmaymi? Xunuklash emas uni. Mushuni men qilolmayman. Ma bo'ladi. Hasadni Xudoyim berdi emasmi? Muhim hasadmi? Tushunolmaymi? So'zlayman hozir. Ba'zida hasadni o'ylab, men mushqa hasad qo'rlab qopdim deb oldirayman. Shuna nimadan minnatdor bo'lsa, shuni bo'lmadi ekan. Nimada qoqsa, shuning bo'ldi ekan. Kichik vaqtimizda ham sirlig'i bilmayman, bizning ma'lida Shangjo, Juza deydigan narsa ajoyib lakshviti. Lakshvi degan mana hashamat buyumti. Ma'lida biroz juzib qolgan bo'lsa, shu kuni shu muoyil to'g'ri gap bo'ldi. Paloni menda olib juzib tujman. Men qo'lni ballim, men juzimni yeymaydim. Ana ay balli yegan juzdan shupknelib, uni kuziga chip o'ynatdim. Shu ashdayman. Shupkni deganni yig'ib oladi, unda pis o'ynaydi. Shu davrlarda dadam bir ta Shangjo ichiribdi, o'yga nada ichidiki, ushtabotdi ekan bir ta Shangjoni. Cho'pam rahmetlik bor. Mushu Shangjoni shunda inchkilik bilan kesdi. 3 bo'ldi. Ya, so'ygan yerini ko'rsanglar, israflab ketmasin deb. Bichora xuton, mushunda 3 bo'ldi. Bir parchasini yog'liq chigib, yo'qotdi bir joyga, bilmayman. Yana bir parchasini qo'shnilarga chiqirgan bishvatdi. O'jarida har qanday tomoq yesan, qo'shni sunitoq. Ha, biladi mashla. Men maqsud tushpirdim. U vaqtda qo'shnilik ko'rsin deb, men lag'minlarga hozirlarga go'shtni sanab soldigan shu yo'q-ku. U vaqtda qo'shniga chiqgan lag'mingni qo'shnilik ko'rsin deb, bunda go'shtni ko'rgan yerga tizdim. Ko'rmay qolmasin deb. Opamni unda tizdim. Ko'rgan yerga tizdi go'shtni. Qo'shniga chiqib. Men chiqish bir ashkini. Biratan yeb saldim. Go'sht ham bırak. Mushunda ay Shangjodan 3dan 1 qoldi. 3dan 1 biz 6 odam to'q. Shu 6ga bo'lib men mushuncha tegib ekan. Yedimam dalaq be. Juboji ta'min etyapman. Degandek menmo ta'min etib qolaman. O'ylab hozir degan Shangjo ish unchalar cho'ng ketmas-ku. Mayada cho'ng biladi ya. Mayada hech kim Shangjo yebdi deb.
Yaxshi. Yaxshijiq. Yaxshijiq. Bizchi olsa bundaq yaxshilik kunab qolg'achqa minnatdor tuyg'imiz tugab ketgan. Ata-onamizni minnatdor olmaymiz, do'stimizni minnatdor olmaymiz. Biz amal bor, qaqshab, qarshi tarafdan bir amal bir psixik buzilgan vaqtda bo'ldi-ku. Masto dedi emasmi? Sen bolqiga aylansang butun dunyo miq o'zgaraydi dedi emasmi? Ma bolqiga aylangan odam hammadan miqdek bolqadan miqdaysan demeydi. Gülga aylansang hammadan suvga aylan dedi. Tushuna olmaydi. Şunsun neymiga? Ma bizda shunda bolqiga aylanib var. Biz bolqilıcı. Şu hammadan miqiz deb. Hammadan miqdek. Bu amaliyat nimasi bizning taqdirimizga ig'ir darajada to'sqinlik qilgan narsa. Minnatdorlik. Shuni aytamsizlar ya. Burun bir odam bor ekan, bu odam shunda qaqshayken to'xtamay, oilam qaqshaydi, bolalarım urushidi, uyam kichikmish, uyam cho'ng bo'lsin, uyam qaqshab yurar ekan. Bir kun bu meni bir o'lima seni qilibdi. Hal qilib bersangiz bo'ldi. Bu o'lima bunun ko'zi qarab, bunu hal qilishning bir usuli bor. Uyingizda to'qivama. Biz to'qivadi. To'qini echirib olsangiz uyingizga, hal bo'ldi bu ish. Ayolingiz qaqshamaydi, bolalarınız urishmaydi debdi. Sonra bu odam to'qini echirib oldi. To'qini echirib olgan kundan boshlab ayoli texma qaqshabdi, bolalar shu to'qi bir yoqdan qaqoqlab. Beram, et bulanmay, bo'lmadi, o'ngshalmadi deb beribdi. O'lima turib ketib, bundan qo'ymayman. Qo'yibas. Qo'yni echirmasınız o'sha. Qo'yni echirib qo'ygan. Bu qo'yni echirmagan kundan tortib ishni texmi nacharlashib boshladi. 2 hayvon, 5 odam, 7 jan qattiq patmadi. Aytam berib, bo'lmadi. Onda o'z uyingizda qalavam. Qalni echirasiz, chuqum o'xshadi. Qalni echirmagan kun tortib, bu tug'dek uruq qolmabdi. Ayolim men ajrashimni deb qo'pabdi. Bolalarga qon urishib ketdi. Yana bir 4-kun borgandikan, undasa buni ham demiş, 3 hayvonni echqib bitam. Ani eti bir kilan hal qilsin, eti deyishildi. Shunday bu 3 hayvonni echqib tutib eti beribdi. So'rabdi. Hozir qanday ish qilyapsiz desa, "Yo'q, ömrümde men manda azobchilikni